Shoshilinch xabar. O'zingdan chiqqan baloga qayerga borasan davoga. Samarqandda kadastr xodimi va sobiq soliqchining noqonuniy qilgan ishlarini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb yangiliklarni, xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, kadastr xodimi va sobiq soliqchining noqonuniy harakatlari aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Davlat kadastr palatasining Samarqand viloyati boshqarmasi Pastdarg'om tumani filiali kadastr muhandisi o'zining vakolatli tanishlari orqali mahalliy fuqaroga tegishli 2 sotiq yer maydonining kadastr pasportini davlat ro'yxatidan o'tkazib berish evaziga 2500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda muhandisga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi va 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda bu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling, shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi, deyiladi ma'lumotda.